hurmatli ota-onalar, men sizlarga bugun bitta iltimos bilan murojaat qilmoqchiman. Shu kunlarda где-то shu 10 kun ichida nihoyatda kasallarimiz ko'payib ketdi. Nihoyatda даже klinikamizga ham sig'dira olmayapmiz. Nafaqat bizning klinikada, butun shahar kasalxonalarida, Zangitalada, hamma klinikalarda, ayniqsa bolalarning o'rtasida yuqumli kasalliklar juda ham avj olib ketdi. O'shanga sizlarga iltimos qilgan bo'lardim. Imkon qadar yosh bolalar, bog'chaga boradigan bolalaringlarni uyda olib o'tiringlar. Imkon qadar kontaktda bo'lishmasin. Keyin maktabga ham imkon qadar kasal bolalaringlarni jo'natmanglar. Bir ikkita ota-onalar aytishdi, ismalasa ham maktab talab qilyapti davomat uchun, borishadi deyishdi. Iltimos qilaman, bu yerda fursatdan foydalanib maktab rahbarlariga ham, o'qituvchilarga ham iltimos qilgan bo'lardim, kasal bolalarni kirgizmanglar. Chunki boshqa sog'lom bolalarga yuqib ketib, kasallik avj olib ketib, bolalar nihoyatda qiynalishyapti, ayanchli holatlarga kelyapti. Hattoki kasalxonalarda ham emlash olmayapti. O'shaning uchun oxirigacha tuzatib, hozir mana shu bir hafta 10 kun ichida o'tib ketadi. Buning sababi ko'proq shu yog'ingarchilik bo'lmagani uchun, ekologiyalar buzilgani uchun menimcha ko'payib ketyapti. Iltimos qilgan bo'lardim, hammanglar bunga juda ham bir mas'uliyat bilan qarashinglarni iltimos va talab qilgan bo'lardim.